Har yili hayitga chakchak tayyorlaysiz, lekin hech ham o'xshatolmayapsizmi? Aniq bilaman, bu yil ham chakchak tayyorlashga start turibsiz. To'xting, chakchak tayyorlashdan oldin sizga zo'r retsept beraman. Har yili idealniy, shohona chakchak tayyorlaysiz. Umrida umuman chakchak tayyorlamagan ayolda ham zo'r chiqadi, ishoninglar. 5 dona tuxum va choy qoshiqni o'chida ichimlik sodasi. Chaynak sodani ko'p sovarmanglar. Xuddi shunaqa pishniy bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz. 370 gramm vishi sort unimizni elab solib, o'rtacha yumshoqlikda yaxshilab ishlov berib xamir qorib olamiz. Orada 2 marta tindirib, 2 marta mushlash esdan chiqmasin. Mana o'shanda ideal chiqadi. Bu chakchakni tayyorlash juda ham oson. 12 yosh qizcha ham zo'r qilib tayyorlaydi. Xuddi shunaqa qalinroq yoyib, lentalar kesib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'lakchalar bir-biriga yopish qolmaslik uchun ozgina unlab olaylik. Yaxshilab qizigan ko'proq yog'da qizartirib pishirib olamiz. Xuddi popkornga o'xshab chiqadi. Ana endi universal sirop tayyorlaymiz. 500 gramm shakar, 280 gramm suv, 1 pari limonni solib qaynatib olamiz. Xuddi shunaqa qo'lingizda uzilmagunicha qaynatasizlar. Termometringlar bo'lsa 114 gradus bo'lishi kerak. Ana endi bizga samarafot asallari kerak bo'ladi. 280 gramm asal solib, yana 10 daqiqa qaynatamiz. Qiyomimizdan tegini o'chirib 5 daqiqaga qoldiramiz. Chakchagimizga quyib, qolipga joylab, xolodilnikka 2 soatga joylab qo'yamiz. Yaxshilab qotgan chakchagimizni qolipdan ko'chirib, ustilarini bezayib berib, dasturxonga tortamiz. Sizga chakchak tayyorlash yoqadimi yoki zakaz berib maza qilib yeyishmi?